800 ming kvadratga mo'ljallangan aromatizatorimizni asosan kafe, restoran, mehmonxonalarni lobbisiga, katta uchastkalarga mos keladi. Bu aromatizatorimizni kartridji 1 litr bo'lib, 1 litr aromat sizga taxminan 6-7 oygacha xizmat qiladi. Aromatni qo'yadigan joyini ko'rsataman. 1 litrli kartridji bor. 1 litrni ichiga 100 mg qo'ysangiz ham bo'ladi, 1 litr qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu kartridji ichiga aromatizatorni qo'yib, tik holatda ushlab, aromatizatorni ichiga joylashtiramiz. Bu aromatizator faqat tok orqali ishlaydi va telefon mobil ilovasi orqali boshqariladi. Bu aromatizatorni devorga ham qotirib qo'ysa bo'ladi yoki tik holatda yerga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Agar aynan shu aromatizatorni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 200 mg xohlagan iforingizni bonus sifatida qo'shib beramiz. Sizning binoyingiz necha kvadrat? Directga kvadratini yozib qoldiring, biz esa sizga 3 kunga bepul testga qo'yib beramiz.